Ay, Asqarjon. Choy tayyor bo'ldi. Chiqib chayingni ichib olgin. Ha, mana. Choy tayyor bo'ldimi, dada? Ha. Men qo'yay. Ilanga, dada. Balam, xizmatga chiqqaningga necha yil bo'ldi. Endi gapimni anglab o'ylangin. Rahmatlik opangning ro'yimi xushib qolsin. Oilada ayol zoti bo'lmasa, uyning guli ichilmaydi, bola. Sen buni obdaroq o'ylangin. Dada. Men qachon ko'nglimdagidek qizni topmaguncha hargiz to'y qilmayman. Vaqt o'tib qopti. Men mang'ash turay. To'xta, gapim tek tugimidi, bilmang emas. Bu bo'lmasa. To'xtab turing. Ma'lum sizningmi? Ha, meniki. Bu Palampayda turibdi ekan. Rahmat sizga. O qiz zoti kimdi? Bu yerga nima qilib kelgandi? Shirkatga yangidan kelgan qizmidi ya? Ajab chiroyli qizgina. Haras. Faridadan so'rab boqaychi. Yaxshimsiz Farida? Ajab kirib qapsiz-ku. Ay, tunugun qizil kiyim kiygan bir qizni ko'rgan edim. Shirkatga yangidan kelgan o'xshamamdi. Yo'q, unda qiz kelmadi. Qaraganda qizil kiyimli qiz sizga yiqib qolgan o'xshamamdi. Bu nima deganingiz? Hamma ishni bilib turib bilmasga selaman Asqar. Bir shirkat ishlayotganimizga xili yillar bo'lib qoldi. Siz meni obdan tushunasiz. Biroq siz hozir qadar menga faqat yaxshi muomalada bo'lib boqmadingiz. Endi ishxonaga kirib, uyalmasdan notanish bir qizni menda so'rayapsiz. Qaraganda sizni qo'lga tushirmoqchi bo'lganlar qizil kiyim kiyib bo'lg'idekda. Farida, sizga bir gap desam, menga yordam qila olasizmi? Qani ayting. Opamning necha kun bo'ldi mijozi yo'q. Doktorxonaga opasam bolnisda yotsin deydi.
Oldin 3000 yuan zakalat puli topshirdi ekanmiz. Shunga sizni berib turam degan edim. Sizning dadingiz u tugab ketgan. Kamil akamdan so'ray desam, texi yaqindala meni bu yerga o'rinlashtirib qo'ydi. Yana yordam so'rashga xijil bo'lyapman. Menda munchalik pul yo'q. Biroq boshqalardan so'rab boqay. Ma'qul. Doktor. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Opamning ahvolini bilib boqay degan edim. Opangizning kesili ig'irkan, biroq zakalat pul topshirmasanglar yotoqda yotqizishga bizmi amalsiz. Rahmat sizga. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Doktorxonaga birsini yo'qlab kelganmidingiz? Paranglashqach, billa tamoq yesak bo'pti ekan. Kechirsiz, men tamoq yeb bo'lgan. Ozroq ishim bor edi, xo'sh. To'xtab turing. Ismim Asqar. Farida bilan bir shirkatda ishlayman. Ismingiz nima? Tanishib qolaylik. Mening ismim Ikbar. Yaxshimisiz? Tamoq kirdinglarmi? Farida, yilqi pulning ishini so'rab baqdingizmi? Telefon baqay. Sana boldum aşık senden. Bilsem şu azabımni. Yaxshimisiz, ada? Mundaq ishdi. Mening bir do'stimga jiddiy pul lozim bo'lib qopti. Shuni senda bo'lsa berib turamikin degan edim. Qancha pul? 3000 yuan. 3000 yuan. Undaqda ata javobini beray. Ma'qul. Nima deydi? Ati javobini berdigan bo'ldi. Vay qıbalım olmuş şirket işleminde. Qandaq keziniz tishyapamdi? Yo'q, nimalarni deydigansiz Farida? Mening hozir butun o'y xiyolim opamni qandaq qilib davolashdi. Farida? Men mag'ashtiray. Iparga pul lozim bo'lib qoptimi? Shundaq. Uning apisi doktorxonada yetib qopti ekan. Jiddiy pul lozim bo'lib qopti. Men mangaya? Ma'qul. Qizim, nima bo'ldingiz? Nima bo'ldingiz, ha? Men pulning amalini qilolmadim, jinim opa. Hechqisi yo'q, bolam. Mana yaxshi bo'lib qoldim-ku. Hozircha dur ichib turing. Keyin men sizni cho'qim davoldiman. Ma'qul, mendan ansirama, qizim. Opa, sizning bir ishni talabimga qo'shilasizmi? Qayerda?
turganda naqsh etgan bo'lsam. Meni xo'sh bo'lsin deysiniz. Ikkinchi bundaq gapni qilmang qizim. Sizni cho'qim davolidaman jinim opa. Sizdan ayrilib qolsam bo'lmaydi. O ozg'ina maoshim uy ijorasi bilan turmushimizga aran yetyapsa, sizni qanday davolidaman? Ma'quldan jinim opa. Talabimga qo'shiling. Naqsh aytaychi. Sizdan qo'y, ansirmayman qizim. Biroq oshiyaning muhitidan ansirayman. Xotirjam bo'ling opa. U yerda faqat vaqtliq ishlayman. Kesilamiz yaxshi bo'lib ketgandan keyin u yerda hargizim ishlamayman, ma'qulmi opa? Bo'lamdi. Dada. Bir xizmatdashimga jiddiy pul lozim ekan. 3000 yuan bersangiz bo'pti ekan. Nima kerak ekan? Opasini balni yatqizmoqchi ekan. Men yordam qilay degan edim. Bo'ladi bola. Boshqalarga yordam beray, savobliq ish. Ata ishxondan ilavoq. Mumkin bo'lsa hozirlab bergan bo'lsangiz. Shuncha jiddiymi? Ha. Senden yardım so'ragan qizmi yoki o'g'ilmi? Qiz bo'lsa berman, o'g'il bo'lsa bermayman juma. Dada. Chaqchaq qilmang. Ma'qul. Mana bu pul kartasi, maxfiy nomerni o'zing bilsang. Rahmat dada. Hozirlik kelaman. Xo'sh. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Birinchi karavotga kasal doktorxonadan chiqib ketdimi? Puldan qisilib qilib chiqib ketdi. Assalomu alaykum. Toyirma? Qanday ahvoling? Sizlarning bilimga yangidan kelgan qizning telefon nomerini bilamsan? Eliqi chiroyli qiz bo'ldimsan. Men texoni boyni mushayada ko'rgandim. Nada? Xushnova restoranda. Xushnova restoranda? Rahmat adash. Kiyimimni namlashtirib hozirlab boraman. Xo'sh. İkbal, siz nima uchun o'zingizni mendan buncha qochirsiz? Siz nima ish mening keynimga kirib olsiz? Bo'ldi, boshqa gapni qilmang. Siz nima ish qilganingizda doktorxonadan yondirib chiqdingiz? Nima? Siz qanday bildingiz? Bugun doktorxonaga borgandim. Doktor chiqib ketganlarni aytdi. Siz nimaga borgandingiz? Sizga pul olib bergili. Nima? Pul olib bergili? Shundoq, pul olib bergili. Minglab avvar bo'lganligingizga rahmat. O'tinib qilay, endi keynimga kirib olsangiz. İkbal, sizni nima uchun buncha yaxshi ko'rib qolganimni o'zim bilmayman. Biroq siz meni tushunmaysiz. Ola, sana nima bo'ldi? Yetib ketibsan-ku.
Bo'ldi bola. Endi sana öğlen demeymen. Kaçanda öğlengin kelse şu çağda öğlen. Bırak sana bir şartım var. Ben senin bunda hemkin haltını görüşünü xalamayman. Sen 4 yaş vaxtında apаңdan ayrılıp kaldın. Hazırga kadar ben senin hiç qandaq narsangni kam qilmay, barliq xo'shalliqlarni ataqib keldim o'g'lim. Sen hamma narsani mahrum qolgan odamdek g'amgin yursang men qandaqmi chidayman? Dada, men o'ylanmayman demoqchi emasman. Biroq Nima biroq? Qani ayta, sana nima bo'ldi? hech nima bo'lmadi. Ko'nglingdagi gapni menga demak kimga deysan? Men sening dadang ham opam. Mendan yoshirma bola. Bundaq ish. Shirkatga yangidan bir qiz kelgandi. Ularning oilasi bir qiyinchilik ekan. Men o qizga yordam qilay deb shuncha qilsam, nima ish qilgan o'zidan oldin qochirib yuraydi. Meningcha u opasini davolatish uchun restoranda naqsh etayotgan bo'lishi mumkin. Biz o qizga boshqacha usul yordam qilsak, restoranda naqsh etmagan bo'lsa, yaraq kuni siz bergan pulni elishga unimidi. Shundaqmi? Bo'ladi bola. Undaqda men Komil bilan ko'rishib baqay. Sen bu ishdan xotirjam bo'lgin. Qandaq, ishinglar aldirashmi? İpar xeyli künüp qalğandaq qılamdı. Ha. Günüp qoldi. Yaxshi ishlayotdi. Sizga bir ishni maslahat solay deb kelib edim. Siz cho'qim ko'nglimdagi gapni qilasiz, Kamil. Shirkatimizda Asqar ismli bir yigit bor. Oila ahvolimi nihoyatda yaxshi. İpar shirkatga kelgandan beri o yigit İparga yaqinchilik qilsa, u rad qilib etibdi. Agar İparning loyig'i bo'lmasa, bu ishni o'ylanib baqan bo'lsanglar. Bo'ldi, Kamil. Men bu ishning javobini pat arada beray. Qani, chayga beqing. Naqsh. Sizlar nima qilmoqchi? Nega o'ynab kelamiz? Yurma. Sizlar nima qilmoqchi? O'ynab kelaylik. Bizga mayli sayrab bermamsiz. Meni qo'yinglar. O'ynab bizga mayli sayrab bermamsiz. Bu Asqarkan-ku. Sening tunishingmi? Jurak ketamiz. Hech nima bo'lmagansiz? Yo'q. Endi naqsh etmoq bo'lamdi. Boyaqi ish uchun sizga rahmat aytdim. Biroq bundan keyin ishimga aralashmang. İpar, siz nima ish qilmanga bunda qo'pollik qilasiz? Men sizga nima yomonlik qildim? Menda nima ish qilib bunchalar o'zingizni ep qochsiz? Bu ishni sizga tushuntirmayman. Eng yaxshisi meni qo'g'lashmang. Voy, Farida, sizga deydigan gapim bor edi. qenidan. Pastga tushgan bo'lsangiz, Nima demoqchi bo'lganligingizni bilaman, telefonda davering. siz bilan yuzram ko'rishmoqchi edim. Ma'qul, hozir chiqay. Chopsam bo'ling.
Nima ish bilan izlagandingiz? Siz iparga bir gap qilganmidingiz? U nima uchun meni ko'zga qochidi? Voy Asqar, haqsizdan qasam mendan ko'ramsiz. Qisiq gapda bu. Mayli degan bo'ling yoki demagan bo'ling, ikkimizning ishiga aralashmoq bo'lamdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani, ishkirga kiring. Balam, o'zingiz kim bo'lasiz? Men Asqar bo'laman. Hada. Bor uyda bormi? Uyda bor balam. Uni bilan ko'rsam bo'ldi. Uning kayfiyati toza yaxshi emas. Ko'rsangiz bo'lmasmikin? Bu ishga men sababchi. Men uning parishon bo'lishini hargiz xohlamayman. Hada. Sizdan bir ishni so'ramoqchidim. Ipar nima uchun davomli parishonli yuriydi? Meni ko'zida qochidi. Uning kulgunini bir qatimmi ko'rib boqmadim. Hada. Uning shurigida haqqi aytolmaydigan bir adat ilmi bormi ya? Uning ahvolini bakmi bilgin bor. Siz hozirning o'zida bu uydan chiqib keting. Ipar, meni qo'g'lamang. Avval gapimni anglab beqing. Sizga tushundiramayman deb necha qatim aytdim. Darhol bu uydan chiqib keting. Ipar, nima ish qilmoqqa buncha borla o'shlik qilasiz? Chiqib keting. Gapni oz qilib chiqib keting. Gapingizni anglamayman, chiqib keting. Ipar. Ipar, gapimni anglab beqing. Nima qilganingiz? U yaxshi yigitkan bu. Sizni jinidimmi aziz ko'rdi ekan. U bolaga bunda qo'pollik qilganingiz bo'lmadi. Nima uchun uning talabini rad qilasiz? Mening to'y qilgim yo'q. Siz unutib qolmang. Sizning o'g'lingiz men bilan to'y qilgan. Men sizning qizingiz emas, balki keliningiz. Men sizni qiyin opam emas, o'z opam deb ko'raman. Endi siz o'zingizdan meni ayirib etmoqchimi? Qizim, sizdan ayrılg'im yo'q. Men to'y qilmayman. Appa, u da yaxshi yigitgan. Men uningga baxtsizlik olib kelaman. Man qarang qizim. Osh shaytonni qo'lingizdan chiqarib etmay, menga mushundoq o'tmoqchimi? Appa, tug'ilibla ota-onamdan yetim qoldim. Endilikda sizning ayrilib kelishni xohlamayman. Meni so'rlamang, appa.
Men hozir hech kimga baxt etolmayman. Qizim, gapimga quloq soling. Sizga shuni deb qo'yay, ikkinlarning hech qanday munosabatinglar yo'q. Buningga men guvoh bo'la olmayman. İkkinlar bir kunmi xotin bo'lib boqmadinglar. Uning ustiga bir-biringlarni yaxshi ko'rib boqmagan. Shundoq tursa, qandoqmi uni yo'ldoshim deb e'tirof qilasiz, qizim? O'zingizni ikkinchi qaytim tug'ildim deb hisoblang. Burun ishlarning hammasini unutib ketdim, bola. Bola, men sizning qiyin opangiz bo'lmay, o'z opangiz bo'lgan bo'lsam, bu to'yni qilmayman deyalamdingiz. Men har vaqt vicdonim oldida o'zimni ayblab kelyapman. Sizning baxtsiz kechirmishlaringizga men sababchi bo'lib qoldim. O'tinib qolay, qizim, meni kechiring. Bu to'yni qilishga rozilik bering. Bo'lamdi, qizim, sizdan o'tinib qolay. O'tinib qolay, qizim. Bo'lamdi. Geleceğim, ha? Acep mi çıraylık oldurıp getipsiz. Vah 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 vah. Ey, ey. Apamni qo'liga keltirib elib, mening xotinim bo'lib oldingizmi? Ha? Nima deb kuylayapsiz? Bar. Ey? Meni jo'laydigan qilib qo'ygan dalsiz. Meni jo'laydigan qilib qo'ygan dalsizlar. Bo'ldi, shaytonlik qilmang. Bargilim, shaytonliknimi siz menga o'rgatyapsiz. Qarasam hamma shaytonlar sizdan ta'lim olib bo'lgan. Qadirkan bo'p qolsa bek yaxshi bo'ladi. Vay. Qadirkanmi? Yaxshi-ku. Nada o'ynayapsizlar? Ma'qul. Bo'ladi, hozirlab boraman. Nega borsiz? Bir soatlik kelaman. Bugun qanday kun ishganligini bilamsiz? Bilmamdi-g'an.
bo'la. Ha, yana bormi? Assalomu alaykum, og'aylar. Va alaykum assalom. O'tig'larga men qarzdor. Hanim bo'lsa meni unutib qolmabsizlarmi? Unutib qolsa qanday bo'ladi adash? Bugun payzim bilan o'ynab, pulinglarni serib olman. Oldirab po'atmasang bo'larmikin? Po'atmidi? Har qaysinglarni o'ngda qo'yman. Kimni o'ngda qo'yadi ekan, tek ko'rimizga. Xotiningga apsini o'qib keldingmi nima? Qaysing jaz qilishyapsa? Mana men qilyapman. 500 ni. Ola, mana. Bola, tika. Tikam. Mana utdim. Qaysing tiksa? Dattikam. Yana bormi? Mana 200 qo'y. Mana, dattikam. Aka. Akila, yana 500 ni. Bo'ldi, qilsang uramdiki ukam. Qarzni ustingga yuklayverib, to'layamay qolma yana. Gapni oz qilib akila. Ma. Seni obdan bilamiz. Qarz deganni har yo'lda to'lab etsan qolsan, Shu emasmi? Nechiyada ziminimning borlig'ini bilib turib, chupaylik qilyapsizlarmi? Otdim. Utdim, Mana, dattikam. Dattikam. Endi menga keldi, Mana, dattikam. Yana bormi qaysing tiksa? Mana, Dattikam. xotinimning oldi ajab yarashmadi. Yana bormi? Mana 100 qo'y. Mana tikdi. Dattikam. To'y qo'ydiganlar bormi? Oxirgi qatim ta'limni sinapaqa yana 500 bera. Ishdan po'yitibli kiryaptiding. Yana utiribading. Endi to'xtab qolsang bo'lamdikan. Qadi, akila neshangdir. Futirib atgandikan neshusum chekib ketay. Qarab turish, kelar qatim kelib, hammangni serib atmaydigan bo'lsam. Senlar bilan men bog'o'diki, Bo'yningda qarz tutib ajab yo'g'on so'zlaysan-ku. Shu emasmi? Qo'shimisan Qara buniki. Oldi bilan pulni to'layversan bo'lamdikan adash. Shu 30 ming qo'yga. Qanchalik pul tevo? Sen uchun oz pul bo'lgandikan, berib To'xtab o'tasan. turish. Bugun kashtalar hammangni qaziga bog'ib atmaydigan. Qani ko'ramiz-ku. Qarab turish. Ohoy, ami shaytinim. Ko'zingizni shumib olib, apsin o'qotamsiz nima? Bir soatlik kelman deb endi keldingizmi? Qanday qilaman, og'aylarim qo'ymayapsa? Odam aytganga tozim ayt degan gap bor emasmi? Qanday dedim jinim? To'y keysimi ishta qilamsiz? Meni nima ko'rib qolyapsiz? Meni sodi ko'zga ilamsiz ilmaysiz? Ko'zga ilmamdigan. Onda qilma. Bo'ldi qiling, mening ko'zimga kirmamang. Arzuli qiziqtirsiz. O'zingizni buncha bola ko'z tutib ketma. Bo'lamdi, jinim. Ko'z bilan qanday? Mundaqda. O'zimni ko'z tutmanda. Unda xo'sa, men sizga o'zimni bir ko'z tutib qo'y. Qandaq? Men pastga tushib uxlayman. Nemandaq odamni uxlatmay qapshiversa? Iqborni yolg'iz tashlab qo'yib nagi bording? Ujrangda yotmasdan bu uyga kirib yetib nemisi? Sening qayaring yangi to'y qilgan yigitga o'xshaydi. Og'aylaring so'zchacha qilmamdi bolam. So'zchacha qizcha mening ustimdan qiladi. Sening nima qaring? Men sana yaxshi bo'lsin da'vatman bolam. Uxlab kunni kash qildiring. Endi birdan bo'lsa iqborni aylantirib kirgan. Appa, dadamning mirosiga sherik bo'lgan bu asrandiga nimachilar qilib ketadi? To'ymas qarniyat. Yo'qlar ko'zimdan. Ma'qul deganingda qilay. Bag'ras. Bu asrandini aylantiribcha qutulolmaydigan o'xshayman. Bu yig'lama qizim. Uning uchun mendan ma'qul. Her ishqinlar o'zimning bolalari emasmi? Uningga gap qildim. Insonlikqa gap tuzilib ketdi. Shunday qilishini bilardim. Men faqat sizning ajringizni oqlagan deb uning bilan to'y qilgan. Bilaman. Chapsan bo'slar arzuli xinim. Kamini qullari xizmatlariga tayyor. Chapsan bo'slar. Mushar birdan o'tirib tur. Men av yoqqa berib kelay. Birdan o'tirib tur. Ma'quldami? Nishat yig'iltiramda. Hozirlik kelaman. Tezroq kelamsa?
Ko'nglimdan shekil ketdi-da. Bargilar, men keldim. Endi keldingizmi? Soat necha bo'ldi? Opamni gapini jiramay chiqqanga to'yg'izasiz. Bo'ldi qilim, Malika. Bo'ldi, men ketdim. Gunoyimni juyib, Ketni oz qiling, men ketdim. obdan bir yerga olib o'tib kelay. Tur. Men bormayman. Men. Tur. Bo'ldi qilim, men. Bo'ldi, bormayman. Men. Mana bu şey şu. Geldi. Assalomu alaykum, og'illar. Yaxshimisizlar? Ha, kela. Ranglik o'ltirib ketibsizlar-ku, ha? Sening rangingga kelishmaydi-ku, ha? Yashab ketinglar. Bu yoq mening ayolim bo'ladi. Ya Allah, adash Parizatdan birini elib olibsan, Jumo. Men ma tanishtirib o'tay. Bu yoq Aysa, bu yoq Baxtiyor, bu yoq Hamid. Ha, u Ipar. Ha, bu qizlar Aynur, Ayla. Yaxshimisiz? Qana, buni ko'tarat, ha? Rahmat. Hey. Ipar. Yana. Bundan ağaç o'tir, ha? Qani og'illar, do'stligimiz uchun ko'taraylik. Qo'sha. Ha, qani ağaç o'tiringlar, og'illar. Ha, qizlar, sizlarmi tortinmay ağaç o'tiringlar, ha? Rahmat. Hamid kechib kelgandan keyin u jazosi g'araq akirsinmi? Qanday deydi, ha? Chataq yo'q. Akirsam akirdim. Haraq akirmagan bolalarmi-ku? Pulning ko'ziga qaramaydiganimni qasam bilishsan-ku, ha? O'ltirib turinglar. Qanday og'illarim nochibika? Meni biroz saqlab turinglar, og'illar. Chaqqaroq bo'l, ha? Xotirjam bo'lg'ina, 2 minut til kiraman. Xotirjam bo'l. Qani ko'tara, qo'sha. Bir yutum su bilan juytib turgan xinimkina bu, ha? Hamid ajab kirib bo'lmaydi, ha? Xotinini bizga qarzga hisoblab berib ketib qoldimi ya? Qanday dedim og'illar? Voy, Ipar xonim tortinmay og'ash o'tiring deyman. Hamid bo'lmiz biz. Nima deyapsizlar? Eringizning gadanga qarz kelgan bilmamsiz xonim. Bo'ldi, hech qisi yo'q, qo'rqmang. Sizdek to'mur chiqib qo'yadi, eringiz bilan kelisha olamiz. O'tiring, ha? Mana og'illar, haraqni olib keldim. Nima bo'ldi? O'rningizdan turibsiz-ku. Meni mushuna qiyaga keldingizmi? Meni qarzga tutib kelganmi? Ha? Men ketdim. Kim shundoq deydi? Ketdim. Mening yuzimni qilib bo'lsinmi? Ketmay o'tiring. Bo'ldi, men qaytib ketay. Bu yerda o'ltamayman, ketdim. Mening gapimni anglab, birdam o'tiribman. O'tiring. O'tiring. Ketdim. O'tiring, o'tiring, ha. Voy adash, to'yni qilib saymoqim bo'lib qoldingmi nima, ha? Nima deyapsa, vijdonimni saqlab yashab kelayotgan o'g'li bolajimi men? Texi u holga tushib qolmi deb bildingmi? Qani ketaylik. Qaranglar uni o'ltirishini. Og'illarimning oldida to'la yuzimni tushamoqchimi? Ketaylik, ma'quldang. Og'illar, qaranglar uni o'ltirishi rasul saymoqini o'zi bo'ptimi nima, ha? Adash, aldirab bo'atma desam unamaysa, ha? Ketaylik, bo'landi. Ma'quldang. Nimanda qilsa? Ha? Og'illarimning oldida nimanda ko'tildan bersa? Xotin kishi deganiz-a. Ketmisingiz. Undaqda men ketman. Nega borsa, bu yerda o'lta davatman. Ketmoqchimi sen texi? Mana. Mana keta. Oyoq ishni mushta urgan bormi? Aralashmay ner tur-a? Xotinimga birnim deyishgan o'xshamabsa. Kim seni xotining birnim debdi? Pul berish eg'ir kelib xotiningni bizga urib berdingmi? Ko'ygan tamga ishidigan nimigina bu? Gadash qarzda ot o'lib yo'qonchiligini buni. Amsi uningga nima bo'ldi? Xotindan olamaga uchun bizni eliyotdi-da. Relika, mashinangning ochqichini beri. Men uni uyga operativlik kelay. Bo'lmasa o menga chataq terib ham suy yana. Ma, asrandi. Endi. Ne yo'qolganda?
tug'ilibla ota-onamni yetim qolgan bo'lsam-mu, siz menga ham ona, ham dada bo'lib bo'ynimni qisildirmadingiz. Sizning dardingizni obdan tushunaman. Hamidning sizga necha qatim marazga sherik bo'ladigan asronni bitib oldim deb ta'bitani qilganligini ko'p qatim angladim. Ishkamlarning o'tirisiga bundoq ziyyat yashigicha o'lib kelsam bo'lmamdi. Unda qildim. Hada, Hamid xonning mashinasini so'qib o'tibdi. O dadamning mirosnomasini bermaydigan bo'lsa, o ikkisini uydan surib chiqarman deb chalvoqab o'tirdi. Bu shundoq bo'lishini bilardim, qizim. Hamma gunoh menda. Men sizni qarab turib o'tqa ittardim. O'g'limning qandoqligini bilibdi. Sizni uning bilan to'y qilishga so'radim. O qizim shig'lama, bo'ldi. Xayolimda u siz bilan to'y qilsa, o'zgarib yaxshi odam bo'larmikin deb o'yladim. Biroq u hayvon tuzalmak yo'q, yovuzlashib ketdi emasmi? Sizni o'zingizdan qarzdor his qilib, bu to'yga ma'qul bo'libsiz. Bu ishlarni endi his qilyapman. Meni kechiring, qizim. Qizim, men deyha hayot turib, u tatta atmasdan dadasining mirosini talishib kelyotdi. Biz uy vaqtimizni uningga tashlab berib, yiroq joylarga ketaylik, bolam. Apa, bu yerdan kelsak turmushimizni qanday qamdaymiz? Xotirjam bo'ling, qizim. Opamdan qolgan oltin jabduqlarni saqlab qo'ygan edi. Shuni ilishiga berib, hozir kunimizni o'tkazib turaylik. Keyingi ishlarni ahvolga qarab bir taraf qilamiz. Uyingiz kirsam yo'q ekansiz, bu yetganligingizni bilatdim. Farida, hamma ishlarimdan xabar topdingiz. Endi qanday qilsam bo'ladi? Men sizning o'zingizni nima uchun Asqarni ip qochirganligingizni endi tushundim. Ishbor, Asqarni shuncha yaxshi ko'rib turib, nima uchun o'zingizni qiynaysiz? Qiynabingiz uchun o'zimni optongiz qurbon qilamsiz. Ishbor, men Asqarni shuncha yaxshi ko'rgan bo'lsam, uning muhabbatiga erisholmadim. Lekin siz erishdingiz. Uning ko'nglingizni bering.
Bu ya chiroyliqmikan? Sizga bir ishni desam bo'lamdi. Bugun men alohida sizga atab o'zgargan edim. Yoqtirasizmi? Yoqtirmadingizmi? Menimcha cho'qim yoqtirdingiz. Akilan, sep qo'yay. Yana bir ishni so'rag'im kelyapti. Qani so'rang. Hali kuni nima uchun meni uyingizdan qovlab o'tasiz? Bo'ldilar, xijil qilmang. Uzundan beri o'zingizni ataymandan ipqash qilgangizni his qilg'ach qila, hozirga qadar kayningizdan qovlashib yurdim. Bo'lmasa, Qanaqa qiladingiz?